Assalomu alaykum aziz tinglovchilar, tinglab borayotganingiz kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi. Ushbu loyiha boshlovchisi Kamina mashhura sizlar bilan birgalikda bizda esa navbatdagi samimiy tabrik va biz boshladik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo'ldosh ota, azizmisiz? Aha. Yaxshimisiz otajonim? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Aha, rahmat. Boringizga shukr otajon. Bugungi shukronali kunlaringiz, ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Voy, katta rahmat. Kim ekan bu? O'zimni tanishtirib o'taman. Ayni daqiqalarda kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan yaqinimga tabrik dasturidan boshlovchi qizingiz Mashhura bo'laman otajon. Voy. Ruxsat etsangiz otajon, birozgina vaqtingizni olib suhbatimizni chiroyli tarzda davom ettirsak maylimi? Qarasha, yaxshi bo'ladi. Xo'p bo'ladi, rahmat. Allohim sizni sevgan bandamdir desin, Rasululloh chin ummatim desin. Yurgan yo'llaringiz nurlarga to'lsin, olgan har nafasingiz ibodat bo'lsin. Allohim o'zga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan sanalaringiz 69 yosh bahorlaringiz muborak bo'lsin. Voy, rahmat, kattakon rahmat. Rahmat bor bo'ling. Otajon, bilamiz sizni qadrlovchi mehribonlaringiz, yaqinlaringiz juda ham ko'p, ammo bugun biz orqali sizni xursand qilmoqchi bo'lgan bir yaqin insoningiz bor ekan. O'zingizga ayta olmagan chiroyli qalb so'zlarini maktublarga tushirib bizga omonat qilib topshirgan ushbu yaqin insoningiz aynan kimligiga taxminingiz bormi yoki o'zimiz sizga yordam beramizmi? Kim edi biz oxirida? Tushunmay qoldik. Oxirida Yaqinlaringizdan aynan kim bizga murojaat qilganligiga taxminingiz bormi yoki o'zimiz sizga yordam beramizmi? O'g'loy bo'lsa kerak. Albatta. Taxminingiz juda ham to'g'ri. Kichkintoy, kenjatoy, erkatoy qizingiz O'g'loy bizga murojaat qilgan otajon va barcha yaqinlaringiz, barcha farzand ne'matlaringiz, jufti halolingiz nomidan sizni chin qalbi bilan shu qizingiz sizni tabriklab qolar ekan otajon. Voy, rahmat. Sizga o'xshagan mulohazalik, mana so'zga boy nevarlardan biz. Ilohim otajon, bor bo'ling. Ruxsat etsangiz albatta ushbu qo'limizda turgan chiroyli omonat maktubni siz uchun o'qib eshittirsak qabul qilib olasizmi? Albatta. Xo'p, bo'ladi, bo'lmasa marhamat. Assalomu alaykum aziz va mehribon dadajonim. Bugungi sizning muborak kuningizda qalbimdagi eng samimiy so'zlarni aytishni istadim. Biz 5 qizingiz eng kichigiman, ammo siz biror marta ham o'g'lim yo'q deb afsus qilmadingiz. Aksincha bizni mehringizga o'rab hech kimdan kam qilmay voyaga yetkazganingiz uchun biz uchun ham ota, ham suyanch, ham haqiqiy qahramon bo'lib keldingiz. Boringizga shukr qilaman. Dadajon, bizga bergan tarbiyangiz, mehringiz va qilgan fidoyiligingiz uchun qancha rahmat aytsam ham kamlik qiladi. Biz yig'laganda yelka tutgan, qiynalganda dalda bergan, baxtimizga uchun tinmay mehnat qilgan insonim sizsiz. Sizning borligingiz biz uchun eng katta baxt va boylikdir. Men har doim siz bilan faxrlanaman. Sizning oqibatingiz, mehribonligingiz va sabringiz biz uchun hayot maktabi bo'lib qolgan. Alloh sizni sog' salomat qilsin. Umringiz uzun, rizqingiz barakali bo'lsin ilohim. Muqaddas haj ziyoratiga borib kelishni nasib etsin. Qilgan duolaringiz ijobat bo'lsin dadajon. Biz 5 qizingiz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Qalbimizdagi eng chiroyli duolar doimo siz uchun. Bizga shunday mehribon, oqko'ngil va buyuk ota bo'lganingiz uchun ming bora rahmat aytaman. Boshim yerga tekkuncha sizga ta'zim qilaman dadajon. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Sizni juda yaxshi ko'raman va doim duoyingizda bo'lishni istayman dadajon. Bilmasam dilingizni og'ritgan bo'lsam, ranjitgan bo'lsam, shu qatordan sizdan uzrimni so'rab qolaman. Hech bir farzandga havas qilmadim. Hech bir otani shu meni otam bo'lsaydi demadim. Chunki shunchalik otalik qildingizki, birovga havas qilgudek bo'lmadik. Qadamim gullatgan himmatingiz ko'p. Minnatlar bilmagan himmatingiz ko'p. Dardlarni berkitgan himmatingiz ko'p. Barcha dadalardan a'losiz dadam. Ko'nglimga yozilgan doston hikoyat, har aytgan so'zingiz o'chmas hidoyat. Menga yaratgandan eng zo'r inoyat
marhamat barcha dadalardan a'losiz dadam. Mehnatdan tinmagan matonat tog'i, jamiki yaxshilik to'plangan bog'i. Sizga hurmatimni yo'qdir adog'i, barcha dadalardan a'losiz dadam. Omadning qushlari qo'ngan boshimga, halovat chirikdir yegan oshimga. Borsizki alamlar kelmas qoshimga, barcha dadalardan a'losiz dadam. Sochingiz oqidan yuragim pora, yillar zolvoriga topmadim chora. Shukur boringizga shukur ming bora, barcha dadalardan a'losiz dadam. Sizni juda ham yosh ko'ruvchi Erkatoy qizingiz O'g'iloy deb maktublarni yakunlagan ekan otajon. Qo'ydi u. Bor bo'ling ilohim otajon, Alloh umringizni uzoq qilsin. Nimaki niyatlaringiz bo'lsa Allohim ijobatini berib, ilohim yuzlarga kirib, yuz yoshlar bilan yuzlashib yuring. Yuz yoshingizda ham sizni g'oyibona qutlash bizga ham nasib etsin ilohim. Kattagan rahmat. Tilagini yaxshilaringiz o'zizga ham qaytsin. Ilohim Rahmat. rahmat otajon, bor bo'ling. Qizingiz, Erkatoyingiz nafaqat chiroyli tabriklar bilan chegaralanib qolmasdan, chiroyli taronani maxsus siz uchun taqdim etgan. Marhamat, qizingizdan qabul qilib olasiz. Sizlardan faxrlanaman. Rahmat Mashhuraxon. Xo'p bo'ladi, rahmat otajon, bor bo'ling. Omon bo'ling. Siz men uchun eng yaxshi inson. Buni har kun aytaman dada. Borligingiz o'zi baxtligim. Sezdim qaytadan dada. Og'rib qolsam devorni mushlab, ko'zingizda yoshingiz ushlab, yugurdingiz davolar istab, duo so'rab hammadan dada, shifo so'rab Allohdan dada. Ey dadajonim, bir baland tog'im dadam, qadri osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang alam, dardga darmonim dadajonim. Otajon, yana bir bora shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Ay rahmat. Rahmat, biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz? Minnatdorman, rahmat sizlarga. Sizdan sog' salomat bo'ling. Kelajagingiz porloq bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsa rahmat. Nima? Qizlarimizga ham da Xudo xolasa hammasi sog' salomat bo'lsin. Marhamat, chiroyli. Mashq qizga o'xshagan nevarlar bo'lsin. Qizlarim bor. Ilohim rahmat otajonim, aytganingiz kelsin rahmat, bor bo'ling. Allohga omonatsiz sog' salomatda bo'ling. Kattakon rahmat.